Assalomu alaykum barchaga. Mana xudo xolasa navbatda ishimizni shunaqa alkafon fasonda qilib, xudo xolasa ishlarimizni qilish berishda davom etyapmiz. Bu ishimizni Andijon shaharida eski mashina bozoridan tushgandek ko'chasida shunaqa ko'rinishda, xudo xolasa mana uzunligi mana 15 metrga 4 metrlik robotxonamiz. Obunachilar ko'rib baho beringlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, xudo xolasa ekranda nomerlarni qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu joyni ham mana ustalarimiz tarafdan go'zal qilib, oppoq, bishni qilib qilingan. Xudo xolasa mana lesalarimizni yuklayapmiz. Kimgaki tunuka fonda ishlar kerak bo'lsa, xizmatlar sizlar xohlagan fasonliklardan xudo xolasa ishinglarni yakunlab beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, shu videomizni boshqa bir dona layklarni bosib, podpishka qilib tursanglar, xudo xolasa ishlarimizni biz davom etkazaveramiz. Bu tashqarida esa mana oldin qilingan edik, Uchta oldin qilib ketishgan edik bu joyini. Biz esa bu robotxonamizda biz qilib berdik. Obunachilar